Sharof Rashidov tuman 2-son texnikumida 2026-2027 o'quv yili uchun qabul davom etmoqda. 9-sinf bitiruvchilari uchun grafika va dizayn texnologiyasi, sanoat mexatronikasi va robototexnika servisi, avtomobillarga servis xizmat ko'rsatish, oshpazlik, elektrik, metallarga qayta ishlov berish, elektrobuslar, elektromobillar va elektroskuterlar servisi, sotuvchi kassir. 11-sinf bitiruvchilari uchun esa avtomobil transporti servisi muhandisligi, buxgalteriya hisobi va audit, sun'iy intellekt qurilmalariga xizmat ko'rsatish, avtomobil transporti servisi muhandisligi, suv xo'jaligi va melioratsiya, irrigatsiya tizimlaridagi gidroenergetika obyektlari, nasos stansiyalari va gidrotexnik inshootlardan foydalanish, turizm, bino va inshootlar qurilishi kabi yo'nalishlar mavjud. Bizning texnikumimizda quyidagi imtiyozlarga ham ega bo'lasiz, ya'ni mutaxassislik bo'yicha kasb-hunar egasi bo'lish. 11-sinf bitiruvchilari uchun 2 yoki 3-kursdan oliy ta'limda o'qishni davom ettirish, yirik avtomobil zavodlari va ishlab chiqarish korxonalariga ishga joylashish, dual ta'lim, 4 kun korxonada ish, 2 kun texnikumda o'qish. Dual ta'limda tahsil olayotgan o'quvchilarga stipendiya ham beriladi. Bundan tashqari qisqa kurslar va xizmatlarni ham taklif etamiz. Traktor mashinist o'quv kursi, payvandlash o'quv kursi, tikuvchilik, kompyuter dasturlash, ingliz, nemis, xitoy tili kurslari, har xil turdagi payvandlash ishlari ham taklif etiladi. Manzil: Sharof Rashidov tumani, Nurafshon mahalla fuqarolar yig'ini, Sangzor ko'chasi, 1-uy. Murojaat uchun telefonlar 90 kodi bilan 229 59 34, 97lik kodi bilan 326 70 04, 93lik kodi bilan 305 20 76, 93lik kodi bilan 197 09 21.